do'sti keldi shu o'tirliqda uyiga. U ayolning bir allay qizi bor ekan qo'lida, qizini ilib bir kun dam olishida keldi. Kelib, shuna bu ikki allay qizga qardim. Bu ayolniki qizi, bu ayolnikida mi kichikkan o do'stiniki. Shuna ikki bola qardim, ikkisi paranglashib, o'tirishib, kulishib. Ana bu ayol kepla meni yo'q bir ishga vaqirib yana bir qitim suv kishib oldi. Bu do'stiniki g'uj ochig'i gap, nima qilgan adash bu? Bu haqning qiz tutsa bunda qilsa olmaydi o'jimi? Bunda qilsa olmaydi. Bizning bola beqiyatimiz, biz bu bolalar uchun tik turalamdiq, turamamdiq atuyun. Bu bolalarimiz bizdan tasodifiy ayrılıp müşta bir kunlar kelib qolsa, müşta bir haqni uy berib qolsa, sizlar bolang müşta qilsa qanday qaraysa? Degan sen bilamdan adash, o nima deb gapni qildi ekansa. Deb gapni o'tkazatdi. Şuna qarashimda ko'nglim as ko'p yig'lab ketdim. Endi yot bir odamning oldida bunday qilsa ham bek ig'ir keldi. Ham ayolning gapi men uchun bir xil men uchun gap qotgan bo'lsa bu xuddi menga bir siyliq tasalli bersalam, men mehr muhabbatga shunchaki ehtiyojli, shunchaki mehr muhabbatga muhtoj odam boshqa bir ozroqlik kuyinib qo'ysa, yuragim mendan bekerak erib yana bir xil yig'ilg'im kelib ketadigan bir ishlar bor-ku. Ayolning gapini anglab pang deb yig'lab ketdim. Shundan bu ayol Fukam, eğer bir işçiliğiniz kimse, bu dostumla balasımı çoğup kaldı, çoğuya eşik etmedeydi. Bu yak git kalmay, meni izlen, ilk dostumuzdan uyga varma, desiniz buldu diyen gapdan kaldım. Maqul dedim, bir neçe tuğan ekilim. Bu, ben balasımı yıkatkan, bu ayçaşma, bu hanımı, balam azrak çoğup kaldı. Endi apam kirib qarab birdigan bo'ldi. Qiynapsi kirib qarab birdigan bo'ldi. Endi boshqa yerda ishlassangiz bo'ladi Fukam deb qo'limga yana mashinani berib, shu ayniki. Ondan o'ziniki ichki qur kiyimini berib, men chiroq yo'lga sap qo'ydi. Men bu xonimga dedim, "Ash oldin qaytib do'stingizning bolasi allaykan, bolboqchi qilqini mishadan ishlamay qilib qolsa, men deydigan odam deganda, men shu do'stingizning uyiga kirib ishlasam bo'lib ketsam, bo'ldi men tanishtirib qo'ydi. Shu do'stini tanishtirib qo'ydim, shu do'stining uyiga olib qo'ydi. Endi bu ayolning uyida mana haqiqatan uzun tudim. Hem bu acamday, o'zimning achisidek, o'zimning anasidek kuyindi. Bu acamdan uyga keldim. O'zimning opisidan bekerak kuyinadi. Shunchalik mehribon, shunchalik kuyimchan, yo'ldoshi yo'q. Yo'ldoshi sirt ekan. Bu acam xizmat o'xshash o'qituvchi. Bir tal qiz bilan o'zi yolg'izdan turdi. Bu acam atligini chiqib kelsa, kechda aran keldi. Bir kun kechgacha uyning ishlarini qilib, balaga qarab, balaning zakisini yeb, ama o'zimni shunchalik rohat, shunchalik baxtli, xuddi o'zimning uydagidek lam boshda bir his qilgan to'y qo'padi. Bu acam mashina bir kuyindi ham bexatarlik tuyg'usi, begalik uchun o'zimni shunda rohat his qildim. Mening har bir ishlarimdan boshqalar o'ygan topgan bo'lsa, lekin bu acamda emas. Har bir ishlarimdan shunchalik suyunadi. Rahmat Fukam, jabba chekibsiz, ipek yirib ketgansiz Fukam, mushunda har bir gaplar. Hatta bala qarab bir kun yirib ketdingiz, neriq uyga kirib uxlang Fukam. Kechida balaga o'zim qarayman deb oldin qachash unda emas, balani men tashlab berdi. Kechalarda men shu kichik turib bir bal yig'lasa, aran qopib ashta bir qaraydim, seni qaraydim. Shunda charchishim ig'irdi, yana til haqorat kunlarim qiyada. Lekin bu acham qat'iy unda emas. Hatta kechiga bala o'zim qarayman, uyga kirib uxlang, uyg'onib ketasiz deb shundaq darajada. Hatta meni nima yeydiki, meni qanday o'ylab qoldiki deyman Fukam, o'zingizning uyidek ko'ring. Tova jahonda mushtaqmi yaxshi odamlar bor ekan, mushtaqmi yaxshi odamlar uchrayaptimi deb o'ylab qoldim. Nima yegingiz o'zi etib yan qo'rinib qolmang. Nimaga ehtiyojingiz bor Fukam? Deb turdi. Endi men o'zimning opsinamni bunday kunishga uchrab baxmagan. İlk qiynapamning oldiga 15 yoshga kirmay turib, basam u ayolning bunday kunishga uchramagan. Oldin qaytib balasini baqqan, ilk ayolning qiynanamdan qilishmaydigan ayoldi. Bu ayolningki, bu acamning kunishlari shunchalik yuragimni laxta qilib ketdi. Ta'sirlanganimdan. Mening yaxshi ko'rgan odam bor ekan. Mening bu odamdek hurmatga uchragan vaqtim bor ekan. Mening xotirjam o'tadigan vaqtim bor ekan deb o'yladim. Bunda qilgan sira men kuyinib turib, butun vujudim bilan ilk bala qarayman. Bu acam shunchalik yaxshi bir qitim vaqirab baqqan, bir qitim til vaqarat qosib baqqan o'qimayman. Uni o'qishlar, u yoq, unda gaplar, unda ishlar asla yo'q. Nim etib yegingiz shuni etib yap qachon bir suqtirib o'tirib men qarman Fukam kelganingiz shu qilib qo'ygan tamoqingizni yesam bo'ldi deydi. Shu darajada. Endi kunlarim shunday xotirjam o'tib o'tadi. Bu acamning uyda saq 2 yil tudim. 2 yilda bir qitim ko'zimdan behuda yashayib baxmadi. Bir qitim ajab yuragim og'irdi, ajab qildi degan bir xiyollarni kallamdan kechmadi. Shu darajada kuyindi. Bu yer turayotganimga 2 yil bo'lib azroq oshgan vaqtda bu acamningki opasidan og'rib qolganlik xabar keldi. Maktabda ruxsat so'rab opamga berib bir mazgil qaray Fukam. Cho'nglarmi bizga menga baqib emas. Shunda ko'nglim eski turib ish yaqinda. Opamdan bir piqib olay deyman, maktabda ruxsat so'radim. Degandan keyin men ma'qul dedim. Men endi qanday qilaman? Mening boradigan narim bor deganlarni o'yladim.
Şunda qilib mana yiliqi cho'ng opamning yiliqi momamning uyiga bordim. Hamda u ayolning kiyimi pat-patlab berib, ham shu o'tirliqlarda u cho'ng opamni yo'qlab turgan. Aloqamiz uzilib qolmagan. Shu yerga bordim, "Voy keldingmi bolam? Bo'pti bir ishni tepib, men qilg'achim ishada tug'in" dedi. Ham meniki kiyim-kechigimni qilib bergandan sirt u ajim. Qo'limga maoshimdan ba'di xil pullarni yig'ib olgan. Xil pullarni egasi bo'lib qoldim. Shunda qilib men cho'ng opamning uyiga keldim. U ajamning bolasini olib opasining uyiga bordi. Ondan şu cho'ng opamning uyda turib yana ish izladim. Yaxshiroq bir ishlasam deb men 20 kirib ish qilib qoldim. 20 yoshga kirib ish qilib qoldim. Ondan cho'ng opamizning uyi bilan orliqi xeyli bo'lgan bir jaraqliq bir yerda, bir obod bir yo'l bo'yida bir cho'ng yashinib qolgan bola chaqasi yo'lda hech nimasi yo'q bir ayolning yo'lning bo'yidagi uyning bir ig'izini do'kon qilgan ekan, podka do'kondaklar. Shu do'konni deyishib ochadigan bo'ldim. Magazin qilib ochadigan bo'ldim. Bu cho'ng opamning uyiga berib kelishga qadam qolaysiz. Ama o momayga deb shu do'kon yetib qolsam bo'ldi. Ancha buncha ishlaringiz o'zi qarshi turmayman, shu do'kon yetib qolmay ketmayman, sen bo'pti. Mishat yetib qol do'kon deyatma demay bolam. Men bu cho'ngdan cho'ng shu qorada o'zim yolg'iz qolgan bir uyga kirib yotsam bo'ldi. Yoki nima kirib yotsam bo'ldi. Men o'zimning cho'ng opsidek dedi. Men haqiqatan taqdir meni yaxshilarga aytib qo'yibdiki, yaxshi odamlarga uchrab kuldirim, iqtisodim xeyli yaxshilanib qoldi. Yaxshilanib ketyapti. Kızlar vaqtni cho'ntib olay, balangizning beshida talsizmi tugmayotgan, balalardan o'zaro yo'qotgan pishik sirkilab chiqmo, tozalab tuytamoqdim. Siz bir qitim ishlasam yo'qolib ketadigan, pakkis yo'qolib ketadigan yaxshi bir maqsad bo'lsa ishlasam deydigan do'stlar qo'limga mush maqsad bir qitim ishlatib qolsanlar bo'ldi. 6 oy, hatto uningdan ortiq balangizning beshida yeni bir qitim ko'maysiz, pakkis qaytadi. Oqshom chatsiz, asatdan jup tozalab suzsiz. Shu cho'ng kichik hammani o'ltirib tayyor qilib suzib bilan chiqarmasangiz bo'ldi. Sezgirtilar yaratmratga hamma daryolar ishlatishga bo'lmaydi. Uyingizning oldiga kirasiz 38 qo'y. Ya'ni shu do'konimga isib qo'ydim, uningdan sirt birinchi zopinninki ostidagi sir qarovdan setib olsanlar bo'ldi. Agar uningdan setib olamsanlar, kichik pincha kanji 625 yil undar qo'shar bevosita kassasanlar bo'ldi. Malni g'uljadan salamiz. Hikayemizni oxirida davomlashtiraylik. Men bu ayollar deyishib, shuna do'konda yotmaydigan, bu ayolning bir yig'iz uyining badi yotadigan bo'ldim. Demak, bir do'konning ijrasiga yotganimni ko'taradigan bo'ldi degan gap bu. Endi yaxshi niyatli bu cho'ng opamningki, umuman bo'lgan ko'ngli. Shunda qilib kunduzi do'kon ochaman. Barliq turmush ketarlik narsalarni soldim. Yig'ib qo'ygan maoshim bor. Bu yerda yashash jarayonimda endi bozorchilarni maralda tushunib qolgan. Endi u vaqtdagi bozorlar shunchaki oddiy bo'lsa-mu, lekin men uchun yot bir huquqim, yot bir yer. Lekin shunda men xeyli pifalarni, malni toptab qilgan kichik işte bir bozorlarimiz bo'lgan magazinlarni, sopon, parshuk, shu vaqtdagi bolalarning qattiq bir bosin shikillari bo'lgan shu bosin shikillarni silab o'ynaydigan o'yinchoqlar bo'lgan ish qilib, bolalar cho'nglar oilaga ketarlik ushaqchak narsalarni kelib magazinni serib, supurishtirib, pakiz tozalab, oqatib, teshiga gel berib, sinki berib, shunda chiroq iskab kirgizib qo'ydim. Mollarni akab silib bu yerga. Endi shunda chiroyli pakiz chaqqan tutdim. Atini bu do'konga chiqib, oshqacha do'konning oldida suvni chechib, pakiz supurib tozalayman. Cho'ng opamning kirqatda bo'lsa atni yupib atib yetaman. Tamoqlar bo'lsa bir damdalam kirib chiqib yugurib shurib it etman. Bu yolg'iz qilib qolgan cho'ng opamga men endi hamro bo'ldim. Bu cho'ng opam menga hamro bo'ldi. Bu cho'ng opamning bu chiroyidan kulki ketmaydi. Voy balam, sendan etib qo'yibdi-ku. Osmondan tushganda tushib qolgan bo'lsam bolam deb. Bir mazgil do'konni ijara bergan bo'ldi. Aniq do'konning ijarasini olmadi. Ijarasini olmagan ekan, men yetarli iqtisodini bu uyni qildim. Endi bu cho'ng opamning menga qilgani meni qilib qolmasin deb ba kuchim bilan bu cho'ng opamni kutdim. Shunchalik hurmat